Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Razzoq Humida kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Sulukta shahridagi dag'i bir sotilayotgan podbiznes uyida video obzor qilib, videoni jurishida ko'rsatib o'tamiz. Shu sentralni yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, ko'rib turganingizdek bu yoq tomonda Sulukta shahri Isqarazaqov ko'chasi 16-dom sotiladi podbiznes. Bu yoq tomonda ko'rib turganingizdek Sulukta shahrining meriyasining izdaniyasi dag'i shu yerda joylashgan. Do'stlar, podbiznes sotilayotgan uyingizni foydali yerlari ko'rib turganingizdek cho'ng yo'lning bo'yida joylashgan. Bu uy sotib olgan odam bahozir kelib, katta sentralniy yo'l bo'yida magazin, apteka, har xil mondiya mana частный klinikalarni o'tsalar, nasloniy punktda joylashgan. Bu yoq tomonda ham mana qator uylar, magazinlar bor. Do'stlar, mana podbiznes sotilayotgan uy granitsalarini da sizlarga taqtab ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turgandek yon tomon granitsamiz shu burchakdan bu yog'i mana dakansa ichkariga qarab cho'ng yo'l kirgan. Bu yoqda dag'i ichkarida stenkalar dag'i bor, sonon. Plus mana yo'l tomon granitsamiz shu burchakdan dakansa qo'shni imoratigacha bunaqangi sonon qilib agrajdiyalar qilingan. Do'stlar, bu yoq tomonda dag'i mana ko'rib turganingizdek 5 ga 8 metrlik cho'ng agarot bor. Past tomonida ham mana shunday mana 5 ga 8 metrlik cho'ng agarot bor. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Sulukta shahri Isqarazaqov atındagi ko'cha 16-dom sotiladi podbiznes. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga videoni jurishida kirib borib, ichlarini sonon qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana kirganimizda bu yoq tomonda 3 ga 4 metrlik sredniy koridor bor. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda 6 ga 4 metrlik sredniy koridor bor. Bunaqangisi 4 metr, bunaqangisi 6 metr. Plus bu yoq tomonda ikkita xona bor. Bu yoq tomonda bitta xona bor. Mana ko'rib turgandek bu yoqdagi xona ham ofisga mo'ljallangan. Bu xonamiz ham razmeri 5 ga 5 metrlik sredniy xona. Devorlari, patologlari hammasi bitgan. Olib hozir podbiznes ishlasangizlar bo'ladi. Bu yoq tomonda yana ikkita xonamiz bor. Ko'rib turgandek bu xonalarga kirganimizda bu xonalarning ham razmeri 3 ga 3 metrlik sredniy xona bor. Plus mana ko'rib turgandek ichkari tomondan, tashqari tomondan oynalarni qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, mana aytib o'tganimizdek biz sifimiz ham juda baquvvat moshina. Bu uy sotib olgan odam hozir kelib mana shunday mana uy ichiga qo'yib pullarni, har xil narsalarni saqlasalar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bu yoq tomonda ham 3 ga 3 metrlik sredniy xona bor. Do'stlar, mana bu xonalardan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda mana katta plashatkalargacha bor. 5 ga 8 metrlik katta plashatka. Plus mana bu yoq tomonda sonon qilib mana 3 ta uchochliklarni magazinga, uylarga, dushovoylarga, dinna uchochliklarni sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, plus bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari bu yoq tomonda ko'rib turgandek mana katta skalatlarigacha bor. Bu skalatimizni ham razmeriga keladigan bo'lsak, obshi 60 kvadrat. Mana bu yoqda bitta xona, ichkarida bitta xona bor. Plus mana tagida 60 kvadrat katta podvallarigacha bor. Do'stlar, mana bu yoq tomonni sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tdik. Endi bu yoq tomonda mana uyga kirib borish, yo'ldan kirib borib bu yoqda sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, shu cho'ng yo'l bilan tuz bosib kirib kelsangizlar, ko'rib turganingdek bu yoq tomonda katta plashatkalargacha bor. 4 ta 5 ta mashinani hozir qo'yib kirib kengrajasangizlar bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rib turganingdek kirishimizga bu yoq tomonga sonon qilib mana shunday mana katta yangi chiqqan darvozalardan qo'yib, projektorlarni ham sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, mana videoni jurishida kirib borib sizlarga ishlarini sonon qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda bu yoq tomonda 5 ga 8 metrlik katta plashatkani sonon qilib steshkalarni qilib qo'yganlar. Plus mana bu yoq tomonlarini sonon qilib yangi chiqqan dizaynerda reshotkalarni qilib, ustlarini sonon qilib mana navislarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu uy sotib olgan odam kelib kengrajasangizlar bo'ladi. But barda usloviyasi bor. Plus mana darzaxondan kirganimizda o'ng qo'lda bu yoqda mana narojniy tualetlarigacha bor. Plus uy ichida внутренний tualetlari ham bor, дополнительный. Bu uy ichida bir nimasi ikkita tualet, ikkita o'tin xonalari bor. Bu yoq tomonda yana bitta o'tin xona bor. Bu yoq tomonda ko'rib turgandek banya, plus yonida o'tin xona, skalatlargacha hammasi shu tomonda joylashgan. Do'stlar, shu yoqdan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turgandek sonon qilib betonlardan stupinkalarni qilib qo'yganlar. Plus mana bu yoq tomonda katta podvallarigacha bor. Hozirgi uchurda bu tomonni sonon qilib skalat qilib qo'yganlar. Bismillahirrohmanirrohim deb podvalni ko'rsatib o'tamiz.
Bu yoqda mana ko'mirlarni so'nal qilib taxlab qo'yganlar. Plus bu yoqda uyga kirib borayotgan shimchini asoslarni shu yerga qo'yib qo'yganlar so'nal qilib. Do'stlar, bu yoqdan podvaldan chiqqanimizdan keyin uyga oldida mana shunday mana 10 tonnalik katta havuzlarni qilib, plus mana oldiga kranlarni chiqarib qo'yibdilar. Postoyanniy krandan suv mana shu havuzga yig'ilib, ko'rib turgandek bu yoq tomonda so'nal qilib mana shunday mana bit barda o'slovalarni qilib qo'yganlar. Uy ichida postoyanniy qishin yozin issiq suv, sovuq suv bor hammasida. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirib borib, uy ichidagi o'slovalarni daha so'nal qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda bu yoq tomonda 3 ga 4 metrlik sredniy koridor bor. Bu yoqdan tuz bosib chiqib borsangizlar, magazinga, eskalatga shu tomondan o'tib ketsanglar bo'ladi. Bu yoq tomondan mana ko'rib turgandek uy ichiga kirib borsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoq tomonda 4 ga 6 metrlik sredniy koridor bor. Bu koridorlarni ham so'nal qilib, yevro remonlarni qilib qo'yganlar bit barda o'slovalari bilan. Bu yoq tomonda mana ishidan kirganimizda chap qo'lda parovat ablinalarni ham qo'yib qo'yganlar. Hozirgi uchirda ishlayapti. Issiqqina. Bu yoq tomonda kirganimizda o'ng qo'lda mana shunday mana ditski nimalarni ham so'nal qilib qo'yganlar. Bu yoq tomonda mana unitazlar, uvalniklar, bit barda o'slovalari bor. Qish kunida baq hozir kengroq yashasangizlar bo'ladi. Issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Do'stlar, eshikdan kirganimizda koridorga bu yoq tomonda mana chap qo'lda disk komnatalari bor. Bu disk komnatani ham razmeriga keladigan bo'lsak 3 ga 5 metrlik sredniy komnata desak ham bo'ladi. Plus boya tutganimizdek har bitta xonaga parovat ablinani sistemalarni tortib qo'yganlar. Ko'rib turgandek qish kunida issiqqina bo'ladi. Hamma xonaning ichi bir xil temperatura bo'ladi. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari mana shunday mana mebellar hammasi joy-joyida qoladi. Bak hozir sotib olib kelib maza qilayotsangiz bo'ladi. Dashi ko'rpa to'shaklargacha qoladi hammasi joy-joyida. Turka inoshlarni olib chiqib ketadilar. Plus bu yoq tomonda yangi chiqqan pardalardan so'nal qilib ilib qo'yganlar. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizda ekan disk komnatadan bu yoq tomonda yana bitta koridor bor. Bu koridorimiz ham G-obrazli bo'lib joylashgan. 2 ga 8 metrlik. Plus mana shishikdan to'g'ri ichkariga kirib ketsanglar bo'ladi. Plus mana bu yoq tomonga so'nal qilib mana uvalnik, kir moshinalarni bit bardani ushatga qo'yib qo'yganlar. Onda dushoy kabinalarni ham so'nal qilib, cho'tki qilib yevro remonlarni qilib qo'yganlar. Bit barda o'slovalari bor. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin ko'rib turgandek bu yoq tomonda 4 ga 6 metrlik kuxnya bor. Kuxnyaga rashat olingan xona. Bu kuxnyada ham bit barda o'slovalari bor. Mana shu mebellari hammasi joy-joyida qoladi. Kuxnyada ham ko'rib turgandek issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Hozir kelib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Plus bu yoq tomonda mikrovolnovkalar, plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek parovat ablinani pechkalarni ham so'nal qilib qo'yib qo'yganlar. 60 gradus issiqda isiyapti uylarning ichi. Do'stlar, bu pechkamizning foydali tomonlari katta pechkadan aka 300 kvadratgacha joyi hozir isitadi. Eshikdan kirganimizda bu yoq tomonda mana bir nimasi ikkita xolodilnik bor. Bu xolodilniklar hammasi uy bilan qo'shib sotiladi. Do'stlar, bu yoqdan mana chap qo'lga burilib tuz bosib kirib kelsak, bu yoq tomonda ko'rib turgandek katta mehmonxonaga rashat olingan zal bor. Bu zalimiz ham kengligi 6 metr, bunaqangisi 7 metr. Bu mehmonxonaga rashat olingan zalni ham so'nal qilib, cho'tki qilib yangi chiqqan aboylardan yevro remonlarni qilib, parvoz sistemani turbalarini so'nal qilib tortib qo'yganlar. Plus mana boya aytib o'tganimizdek, shunday mana divan, kreslolar, bu yoq tomonda mana kompyuterlar, mebellar hammasi joy-joyida qoladi. Do'stlar, bu yoqdan mana ko'rib turgandek mehmonxonadan bu yoqqa ichkariga kirganimizda bu yoq tomonda 6 ga 5 metrlik sredniy spalni bor. Bu spalnimizda ham mana bir nimasi ikkita devorlarni so'nal qilib qo'yib qo'yganlar. Mebellari hammasi bit barda o'slovalari bor. Do'stlar, bu uyimizning foydali tomonlari mana shunday mana spalni ichiga so'nal qilib mana shunday mana konditsionerlarni qo'yib qo'yganlar. Bu konditsionerlar ham hammasi joy-joyida qoladi. Yozgi kunida salqingina bo'ladi, qish kunida isitadi. Plus bu yoq tomonda yana bitta kladovka bor. Bu kladovkani ham sizlarga so'nal qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana bu kladovkamizni ham razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasi 6 metr, eni 2 metr. Bu ham tayyor skalat. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb bu yoqda yana katta zallargacha bor. Bu zallarni ham sizlarga so'nal qilib ko'rsatib o'tamiz. Kelganimizda
Bu yoqda mana dushovoydan o'tganimizda bu yoqda mana katta zal bor. Bu zalimiz ham kattaligi bunaqangiz 7 metr, bunaqangiz 8 metr. Bu yoq tomonda mana parva tabligan turbalari o'tgan. Plus mana bu yoq tomonga bir nimas ikkita katta oynalarni qo'yib, bu yoqqa mana karavotlarni qilib gilamlarni solib qo'yganlar. Plus mana bu yoq tomonda yana ikkita xona bor. Bu xonalarni ham sizlarga so'ron qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana kirganimizda bu yoqda ham mana 2 ga 4 metrlik sredniy komnata bor. Bu komnatani ham so'ron qilib taylari pol bo'lgan gilamlarni solib qo'yganlar. Bu yoqda mana tayyor skelet. Bu yoqda ham mana salonlarning hammasini shu yerga so'ron qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb bu yoqqa kirganimizda bu yoqda ham ikkita katta xona bor. Bu koridorimiz ham razmeriga keladigan bo'lsak 2 ga 4 metrlik koridor. Bu yoq tomonni ham astlarini so'ron qilib, pollarni qilib gilamlarni solib qo'yganlar. Plus bu yoq tomonda ham ko'rpa to'shaklar hammasi shu uy bilan qo'shib sotiladi. Plus mana bu yoqqa kirganimizda bu yoqda ham mana bir katta komnata bor. Bu komnatamizni ham ko'rib turgandek patologlari, devorlari hammasi bitgan. Plus pollarigacha rossiyskiy yog'ochlardan so'ron qilib pollarni qilganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari mana shu xonadan bu yog'i mana ko'chaga qarab chiqib ketsang ham bo'ladi. Bu yoqdan eshiklarni so'ron qilib qo'yib qo'yganlar. Tashqari tomonda yana bitta xona bor. Bu yoqdan hozir ko'chaga chiqib ketsang bo'ladi. Plus ichkaridan hozir kirib kelib bu yoqqa magazin qilsang katta sentralni yo'lib uyda mana shunday mana podbiznes magazinga tayyor pomeshcheniyalar sotiladi. Do'stlar, daha bir bor adresni aytib o'tamiz. Sulukta shahri, Razaqov ko'chasi 16-dom 17 bo'lmalik podbiznes uy sotiladi. Ko'rib turganingizdek, общий ayanti 300 kvadrat metrlik mana shunday mana bitbarda o'sloylari bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 8 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazar nomerlarini yozib qoldiramiz. Keyingira chalib, suylashib, kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari yana bir bor aytib o'tamiz. Mana shu ko'rib turganingiz mebellar, xolodilniklar, kir moshinalar, plus mana gilamlar hammasi bitbardig'i joy-joyida qoladi. Kelib keyingira ishtiga olib kelmay jassangizlar bo'ladi. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimiz ipotekaga plus variantlarga moshin poshillarga almashuv jo'ldordagi bor. Do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, обязательно shu videoni Sulukta shahrida yashab yurgan do'stlarimizga podlisa qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.